Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim bir masalani muhokama qilaman. Bu sizning hamyoningizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, ushbu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki aprel oyidan boshlab pensionerlarga katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlar kutilmoqda. Va afsuski, ko'pchilik bu haqida bilmaydi yoki uning tafsilotlaridan bexabar. Bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Chunki bu nafaqat bir martalik yordam, balki ko'p hollarda muntazam qo'shimcha to'lov bo'lishi ehtimoli bor. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Ilgari pensiya tizimida qo'shimcha to'lovlar, ya'ni ustamalar asosan faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga, masalan, harbiy xizmatchilarga, nogironlarga yoki uzoq yillik stajga ega bo'lganlarga berilar edi. Bu tizim juda murakkab bo'lib, ko'pincha odamlar qaysi turdagi qo'shimcha to'lovga haqli ekanligini aniqlashda qiynalishar edi. Qonunchilikda ko'plab o'zgarishlar kiritilganiga qaramay, umumiy tendensiya shunday ediki, qo'shimcha to'lovlar uchun alohida ariza berish, ko'plab hujjatlar yig'ish kerak bo'lardi. Bu esa ko'plab pensionerlar uchun, ayniqsa keksa yoshdagilar uchun qiyinchilik tug'dirardi. Ko'pincha odamlar bu murakkab byurokratik jarayonlar tufayli o'zlariga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlarni olishdan voz kechishardi yoki ularning borligidan umuman bexabar bo'lishardi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qonunchilik hujjatlari va qarorlarga ko'ra aprel oyidan boshlab pensiyaga qo'shimcha to'lovlarni olish mexanizmi sezilarli darajada soddalashtirilmoqda va eng muhimi, bu yangilik avvalgi tizimda hisobga olinmagan yoki e'tibordan chetda qolgan keng doiradagi pensionerlarga ta'sir qiladi. Hukumatning maqsadi har bir pensionerning munosib turmush darajasini ta'minlash. Shu jumladan inflyatsiya va boshqa iqtisodiy omillar ta'sirini yumshatish hamda pensiya tizimidagi adolatsizliklarni bartaraf etishdir. Shu sababli bu qo'shimcha to'lovlar nafaqat bazaviy pensiyani oshirishga qaratilgan, balki turli sabablarga ko'ra avvalgi tizimda adolatsiz ravishda kam pensiya olib kelayotganlarga ham yordam berishga qaratilgan. Bu jarayonning asosiy yangiligi shundaki, ko'pchilik hollarda pensiyalar avtomatik tarzda qayta hisoblab chiqiladi va qo'shimcha to'lovlar belgilanadi. Ya'ni pensionerlarning o'zlari uchun hech qanday qo'shimcha harakat talab etilmaydi. Endi esa kimga bu qo'shimcha to'lovlar tegishli bo'lishi va bu haqda nimalarni bilish kerakligi haqida batafsil to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar juda ko'p qatlamli bo'lib, har bir bandni diqqat bilan o'rganish muhim. Birinchi toifa. Sovet davrida yoki 90 yillarda ishlagan, ammo ish haqi past bo'lganlar. Keling, birinchi navbatda o'z vaqtida rasman ishlagan, lekin ularning pensiya miqdori Sovet davridagi yoki 90 yillardagi juda past ish haqi asosida hisoblangan pensionerlar haqida gaplashamiz. Bu davrlardagi ish haqi miqdorlari bugungi inflyatsiya hisobiga juda past qiymatga ega bo'lib qolgan. Misol uchun, Mirzayev bobo 1970 yildan 2000 yilgacha zavodda 30 yil uzluksiz ishlagan. Uning o'rtacha oylik ish haqi o'sha davr me'yorlari bo'yicha yaxshi hisoblangan bo'lsa-da, masalan, bir management 200 rubl atrofida bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda bu summaning xarid qobiliyati juda past. Uning pensiyasi deylik hozirda 2 million so'm atrofida. Yangi tartibga ko'ra Mirzayev boboga uning uzoq yillik staji va hozirgi minimal pensiya miqdori orasidagi farqni qoplash maqsadida qo'shimcha to'lov hisoblanadi. Bu degani, tizim uning stajini, ish haqi miqdorini bugungi iqtisodiy sharoitlarga moslashtirgan holda qayta baholaydi. Agar shu qayta hisob-kitob natijasida uning pensiyasi o'sha davrda olgan maoshining hozirgi qiymati bo'yicha kamayib ketganligi aniqlansa, unga shu farq qoplanadi. Bu shuni anglatadiki, uning pensiyasi endilikda 2,5 million yoki hatto 3 million so'mga yetishi mumkin. Bu uning yashash sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu to'lovni olish uchun Mirzayev bobodan hech qanday qo'shimcha hujjat talab qilinmaydi. Chunki uning barcha ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida mavjud. Tizim avtomatik ravishda qayta hisob-kitob qiladi. Bu juda muhim. Chunki ko'plab keksa pensionerlar hujjat yig'ishga qiynalishadi. Ikkinchi toifa qishloq hududlarda ishlagan, hujjatlarda kamchiliklar bo'lganlar. Endi ikkinchi toifaga e'tibor qaratamiz. Bular qishloq hududlarda uzoq yillar davomida ishlagan, lekin ularning mehnat staji to'liq rasmiylashtirilmagan yoki hujjatlarda turli kamchiliklar bo'lgan pensionerlardir. Qishloq xo'jaligida, fermer xo'jaliklarida
kolxoz va sovxozlarda ishlagan fuqarolar uchun bu holat juda keng tarqalgan. Masalan, Xolmat buva yarim yildan ortiq vaqt davomida qishloq xo'jaligida qo'zi parvarishida ishlagan. Lekin uning mehnat daftarchasida ba'zi yillardagi ish staji yozilmagan yoki noto'g'ri yozilgan. Yoki bo'lmasa, ayrim davrlarda o'zini o'zi band qilgan, ammo rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Avvalgi tizimda bunday holatlarda pensiya jamg'armasi bu davrlarni stajga qo'shmas edi. Natijada Xolmat buvaning pensiyasi uning haqiqiy mehnat stajiga mos kelmaydigan darajada kam bo'lardi. Hozirgi yangi tartibga ko'ra, bunday holatlarda guvohlarning ko'rsatmalari, mahalla fuqarolar yig'inining tasdiqnomalari, arxiv ma'lumotlari yoki hatto bevosita ishlagan joydan olingan ma'lumotlar asosida ish staji qayta tiklanishi mumkin. Bu degani, agar Xolmat buvaning staji yetarli bo'lmasa-da, ushbu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun uning mehnat faoliyati qo'shimcha tekshirilishi mumkin. Agar uning ishlagan yillari tasdiqlansa, uning pensiyasiga ham qo'shimcha miqdorlar qo'shiladi. Bu turdagi pensionerlar ko'pincha adolatsizlikka duch kelishardi va yangi tizim ularga o'z huquqlarini tiklash imkoniyatini beradi. 3-toifa. Belgilangan minimal pensiyadan kam pensiya olayotganlar. Keyingi muhim kategoriya bu hozirgi kunda qonun bilan belgilangan minimal pensiya miqdoridan kam pensiya olayotgan fuqarolar. Har bir mamlakatda minimal pensiya miqdori belgilangan bo'ladi va ba'zi sabablarga ko'ra ba'zi pensionerlar bu minimal miqdordan ham kamroq mablag' olishlari mumkin. Bu holat ko'pincha pensiya hisoblashning murakkab formulalari. Ish stajining yetishmasligi yoki ba'zi imtiyozlarning hisobga olinmaganligi tufayli yuzaga keladi. Masalan, Dilorom opa bolalarini tarbiyalash bilan band bo'lib, rasmiy ish staji qisqa bo'lganligi sababli unga atigi 1.200.000 so'm pensiya tayinlangan. Holbuki, mamlakatda minimal pensiya miqdori 1.400.000 so'm etib belgilangan. Yangi qarorga ko'ra, bunday holatlarda pensiya avtomatik ravishda minimal pensiya darajasiga yetkaziladi va unga qo'shimcha ustama belgilanadi. Ya'ni Dilorom opaning pensiyasi endilikda kamida 1.400.000 so'mdan kam bo'lmaydi. Bundan tashqari, agar Dilorom opa biror bir ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsa, masalan, yolg'iz pensioner, nogiron bolaning onasi bo'lsa, unga qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar ham belgilanib, uning pensiya miqdori 1.500.000 yoki hatto 1.600.000 so'mga yetishi mumkin. Bu ham avtomatik tarzda. Ya'ni Dilorom opaning o'zi hech qanday hujjat topshirmasdan amalga oshiriladi. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oilalardagi yolg'iz pensionerlar uchun katta yordam hisoblanadi. 4-toifa. Ma'lum ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolar. Shuningdek, ma'lum ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolarga ham qo'shimcha to'lovlar nazarda tutilgan. Bularga yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush faxriylari, mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar va boshqa bir qator maxsus toifalar kiradi. Bu guruhga mansub pensionerlar avval ham ma'lum imtiyozlarga ega bo'lishgan. Ammo yangi tartibga ko'ra ularning pensiyalariga belgilanadigan qo'shimcha to'lovlar miqdori oshirilgan. Misol uchun, 2-jahon urushi qatnashchisi bo'lgan ota-onasi tomonidan qaramog'iga olingan nogiron farzandi bor onaga uning pensiyasiga har oy 500.000 so'm qo'shimcha to'lov belgilanishi mumkin. Bu shaxslar uchun to'lovlar alohida me'yorlar asosida hisoblanadi. Bu toifadagi pensionerlar uchun ham ko'pincha qayta hisob-kitoblar avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ammo agar ular o'z holatlari bo'yicha yangi ma'lumotlarni, masalan, nogironlik darajasining o'zgarishi taqdim etsalar, pensiyalar yana bir bor qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda e'tibor berish lozim bo'lgan narsa, bu qo'shimcha to'lovlar umumiy pensiya miqdoriga qo'shiladi va odatda inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiyalanadi. Ya'ni ularning xarid qobiliyati saqlanib qoladi. 5-toifa. Pensiya yoshida bo'lib ishlashda davom etayotganlar. Yana bir muhim guruh bu pensiya yoshiga yetgan bo'lishiga qaramay mehnat faoliyatini davom ettirayotgan fuqarolar. Avvalgi qonunchilikda agar pensioner ishlayotgan bo'lsa, uning pensiyasi qayta hisoblanmasdi yoki faqat ma'lum bir chegaragacha oshirilardi. Yangi tartibga ko'ra esa ishlayotgan pensionerlarning har yili aprel oyidan boshlab olgan ish haqi va pensiya jamg'armasiga to'langan ijtimoiy sug'urta badallari asosida pensiyasi qayta hisoblab chiqiladi. Misol uchun 65 yoshli Omonov aka 3 yildan buyon pensiyada bo'lishiga qaramay hisobchi sifatida ishlayapti. Uning oylik ish haqi 5 million so'm. Yangi qoidaga ko'ra uning so'nggi 3 yildagi ish haqi va to'langan badallari hisobga olinib, pensiyasi qayta hisoblanadi.
Bu degani Omonov akaning pensiyasiga avvalgi pensiya miqdori va yangi hisob-kitob natijasida kelib chiqqan farq qo'shiladi. Agar uning pensiyasi hozirda 2,8 million so'm bo'lsa, qayta hisoblashdan so'ng bu miqdor 3,2 million yoki undan ham ko'proqqa yetishi mumkin. Bu o'z navbatida pensionerlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan muhim qadamdir. Bunday holatlarda pensiya avtomatik tarzda qayta hisoblanadi va fuqarodan hech qanday murojaat talab qilinmaydi. Endi esa bu qoidalar bo'yicha istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va unchalik aniq bo'lmagan nozik nuanslar haqida batafsilroq to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar sizni noto'g'ri tushunchalardan himoya qiladi va sizning huquqlaringizni yaxshiroq bilishga yordam beradi. Birinchidan, hamma ham bir xil miqdorda qo'shimcha to'lov olmaydi. Bu juda muhim jihat. Ko'pchilik aprelda hammaga pensiya oshiriladi deb o'ylashi mumkin, ammo bu xato. Har bir pensionerning individual holati, uning mehnat staji, olgan ish haqi, ijtimoiy maqomi, nogironlik darajasi va boshqa omillar asosida pensiya jamg'armasi mutaxassislari tomonidan alohida hisob-kitob qilinadi. Demak, qo'shimcha to'lov miqdori bir kishi uchun 300 ming so'm bo'lsa, boshqa bir kishi uchun 800 ming so'm bo'lishi mumkin. Ba'zilar umuman hech qanday qo'shimcha to'lov olmasliklari ham mumkin. Agar ularning pensiyasi allaqachon maksimal darajada hisoblangan bo'lsa yoki ular boshqa imtiyozlar doirasida allaqachon tegishli ustamalarni olgan bo'lsalar. Ikkinchidan, ba'zi pensionerlar allaqachon shunga o'xshash imtiyozlarni olayotgan bo'lishi mumkin. Agar siz allaqachon biron bir maxsus dastur doirasida qo'shimcha ustamalar olayotgan bo'lsangiz, masalan, urush faxriysi sifatida yoki og'ir kasallikka chalingan nogiron sifatida, bu yangi to'lov sizga qo'shimcha tarzda tatbiq etilmasligi mumkin. Aksincha, pensiya jamg'armasi sizga eng foydali bo'lgan imtiyozni tanlab, uning bo'yicha to'lovni davom ettiradi yoki mavjud ustamangizni yangi hisob-kitoblar asosida oshiradi. Ya'ni bu qo'shimcha to'lov barcha mavjud imtiyozlarga ustiga qo'shilmaydi, balki umumiy pensiya summasini oshirish uchun mavjud tizimni optimallashtirishga xizmat qiladi. Bu yerda sizga eng katta foydani beradigan variant tanlanishi muhim. Uchinchidan, to'lovlarda kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Garchi bu jarayon avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, katta hajmdagi qayta hisob-kitoblar va ma'lumotlar bilan ishlashda texnik xatolar yoki ma'lumotlar bazasidagi uzilishlar tufayli kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun, agar aprel oyida sizning pensiyangizga qo'shimcha to'lov qo'shilmasa, darhol vahimaga tushmang. 1-2 hafta kutish, keyinroq esa tegishli idoralarga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda qayta hisoblash jarayoni bir oydan ortiq vaqt olishi mumkin. Ayniqsa agar sizning ishingizda qo'shimcha hujjatlarni tekshirish talab etilsa. 4-dan, norasmiy manbalardagi ma'lumotlarga ishonmang. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki oddiygina og'izdan og'izga o'tadigan noto'g'ri ma'lumotlar juda ko'p tarqalishi mumkin. Faqatgina rasmiy manbalardan Oliy Majlis qarorlari, prezident farmonlari, vazirlar mahkamasi qarorlari yoki pensiya jamg'armasining rasmiy sayti va e'lonlaridan olingan ma'lumotlarga ishoning. Shubhali xabarlarga e'tibor bermang va shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum shaxslarga bermang. Firibgarlar bu kabi yangiliklardan foydalanib odamlarni aldashga urinishi mumkin. 5-dan, agar siz qo'shimcha to'lov olishingiz kerak deb hisoblasangiz, ammo uni olmasangiz nima qilish kerak? Bu eng ko'p beriladigan savollardan biri. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga mansub bo'lsangiz va aprel oyidagi pensiyangizda hech qanday o'zgarishni ko'rmasangiz, bunday holatda pensiya jamg'armasi filialiga murojaat qilish yoki fuqarolik xizmatlari markaziga borish lozim. Ba'zan tizimda ma'lumotlar yetarli bo'lmagani yoki noto'g'ri qayd etilgani sababli avtomatik qayta hisoblash amalga oshirilmasligi mumkin. Siz o'z navbatida o'zingizning holatingizni tushuntirishingiz va zarur bo'lgan qo'shimcha hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 6-dan, boshqa imtiyozlar bilan o'zaro aloqa. Bu qo'shimcha to'lovlar boshqa ijtimoiy yordam turlari, masalan, moddiy yordam, bolalar nafaqasi, veteranlar uchun alohida to'lovlar bilan qanday o'zaro aloqada bo'ladi? Odatda bu qo'shimcha to'lov pensiyaning asosiy qismi hisobiga qo'shiladi va u siz olayotgan boshqa ijtimoiy yordam turlariga ta'sir qilmasligi kerak. Biroq ayrim ijtimoiy nafaqalar faqatgina kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan bo'lsa, pensiya miqdorining oshishi sizning kam ta'minlangan maqomingizga ta'sir qilishi va natijada boshqa nafaqalarni yo'qotishingizga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar kam uchrasa-da,
o'z holatingizni pensiya jamg'armasida aniqlab olish zarur. 7-dan ish staji va uning rasmiy hujjatlari. Agar sizning ish stajingiz to'liq qayd etilmagan bo'lsa, uni tasdiqlash uchun qanday hujjatlar talab qilinishi mumkin? Mehnat daftarchasi eng asosiy hujjat hisoblanadi. Agar unda yozuvlar mavjud bo'lmasa, arxiv ma'lumotnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi guvohnomalar, hatto sud qarorlari ham ish stajini tasdiqlashga yordam berishi mumkin. Eng qiyin holatlarda ikkita guvohning ko'rsatmasi ham ma'lum muddatdagi ish stajini tasdiqlash uchun asos bo'lishi mumkin. Bu jarayon avtomatik qo'shimcha to'lovga kirmaydi. Buning uchun pensionerning o'zi murojaat qilishi kerak. 8-dan avtomatik qayta hisob-kitobdagi xatolar. Garchi tizim avtomatik ishlayotgan bo'lsa-da, katta ma'lumotlar massivi bilan ishlaganda xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning ism-sharifingiz noto'g'ri yozilganligi, stajingizning bir qismi hisobga olinmaganligi yoki ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar eskirganligi sababli pensiyangiz kamroq hisoblanishi mumkin. Agar siz pensiya miqdorining yetarli emasligiga shubha qilsangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, qayta hisoblashning asoslarini tushuntirib berishlarini so'rashingiz mumkin. Siz pensiya jamg'armasi mutaxassisidan o'zingizning hisob-kitob varag'ingizni taqdim etishini so'rashingiz va barcha raqamlarning to'g'riligini tekshirishingiz mumkin. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa sizga ushbu vaziyatda nima qilish kerakligi haqida aniq va tushunarli amaliy maslahatlar beraman. Bu harakatlar rejasi sizga o'z huquqlaringizni himoya qilish va tegishli qo'shimcha to'lovlarni olishda yordam beradi. Birinchidan, vahima qilmang va birinchi to'lovni kuting. Aprel oyida pensiya to'lovlari boshlanganda o'z pensiyangizga e'tibor bering. Agar sizga qo'shimcha to'lov hisoblangan bo'lsa, bu miqdor pensiyadan birga to'lanadi. Odatda pensiya jamg'armasi oylik pensiya to'lovlari bilan birga qo'shimcha to'lovlarni ham o'z ichiga olgan yagona summani o'tkazadi. Pensiya miqdorini aniq bilish uchun bank hisob varag'ingizni yoki pochta orqali olgan kvitansiyangizni diqqat bilan tekshiring. Ba'zida qo'shimcha to'lov alohida bandda ko'rsatilishi mumkin. Ba'zida esa umumiy summa tarkibiga kiritiladi. Ikkinchidan, agar to'lov kelmasa yoki kutilgandan kam bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerak? Agar aprel oyida sizga tegishli bo'lishi kerak bo'lgan qo'shimcha to'lov kelmasa yoki siz kutgandan kamroq bo'lsa, birinchi qadam bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki tuman, shahar pensiya jamg'armasi filialiga murojaat qilishdir. Shuningdek, siz fuqarolik xizmatlar markazlariga DXN borishingiz mumkin. Chunki ular ko'pincha pensiya jamg'armasi bilan hamkorlikda ishlaydi va birinchi darajali maslahatlar berishi mumkin. Bundan tashqari, hukumatning aloqa markazlari yoki ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish orqali ham ma'lumot olishingiz mumkin. Ko'plab tashkilotlar endi fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish uchun onlayn platformalar yoki Telegram botlarini ham ishga tushirgan. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytini tekshiring. U yerda murojaat qilishning onlayn usullari ham ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Agar kerak bo'lsa, agar sizga murojaat qilish kerak bo'lsa, quyidagi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir pasport, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 2. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Unda sizning pensiya hisob varag'ingiz raqami va boshqa muhim ma'lumotlar mavjud bo'ladi. 3. Mehnat daftarchasi, asl nusxasi va barcha yozuvlar tushirilgan nusxasi. Ayniqsa, agar sizning ishingiz staji bo'yicha savollar bo'lsa, bu juda muhim. 4. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Agar siz eski ish haqingiz qayta hisoblashga loyiq deb hisoblasangiz, eski ish joyingizdan yoki arxivdan olgan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar foydali bo'lishi mumkin. 5. Boshqa imtiyozlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nogironlik guvohnomasi, urush faxriysi guvohnomasi, yolg'iz pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar agar mavjud bo'lsa. Bu hujjatlarning barchasi pensiya jamg'armasi xodimlari sizning holatingizni to'liq o'rganishlariga yordam beradi va jarayonni tezlashtiradi. 4-dan, qanday qilib murojaat yoki so'rov yozish kerak? Murojaatni yozishda aniq va tushunarli bo'lishga harakat qiling. Murojaatingizda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating. Sizning to'liq ism-sharifingiz va manzil, pasport ma'lumotlari va pensiya guvohnomasi raqami. Murojaat sababi, masalan, aprel oyidagi pensiyaga belgilangan qo'shimcha to'lovni olmaganim sababli yoki pensiyamning noto'g'ri hisoblangani bo'yicha.
Sizning talabingiz pensiyani qayta hisoblashni so'rayman. Qo'shimcha to'lovni tekshirishni so'rayman va hokazo. Murojaat sanasi va imzo. Agar siz murojaatingizni shaxsan topshirsangiz, uni 2 nusxada tayyorlang va bir nusxasiga qabul qiluvchining imzosini va sanasini qo'ydirib oling. Bu sizning murojaatingiz rasman ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlaydi. 5-dan to'lov kvitantsiyalarini saqlashning ahamiyati. Har oyda oladigan pensiya kvitantsiyalaringizni diqqat bilan saqlang. Bu kvitansiyalar sizning pensiya tarixingizni kuzatib borishda yordam beradi va agar kelajakda bir tushunmovchilik yuzaga kelsa, dalil sifatida xizmat qilishi mumkin. Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz, bankdan ko'chirma olish imkoniyatini ham unutmaylik. 6-dan onlayn xizmatlardan foydalanish. Davlat xizmatlari agentligining MyBokogov uz portali orqali ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilish yoki ma'lumot olish imkoniyatlari mavjud. Ushbu portal orqali siz pensiya miqdorini tekshirishingiz, pensiya hisob-kitoblari bo'yicha ma'lumotnomalar olishingiz va pensiya jamg'armasiga elektron murojaat yuborishingiz mumkin. Bu ayniqsa jismoniy jihatdan pensiya jamg'armasiga borishga qiynaladigan keksa yoshli fuqarolar uchun qulay yechim hisoblanadi. Portalda ro'yxatdan o'tish biroz vaqt talab qilishi mumkin, ammo u ko'plab davlat xizmatlariga kirishni osonlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, aprel oyidan boshlab amalga oshirilayotgan pensiyalarga qo'shimcha to'lovlar tizimi bu ko'plab pensionerlarimizning turmush darajasini oshirishga qaratilgan muhim qadamdir. Bu yangilik ayniqsa avvalgi tizimda kam pensiya olgan, staji to'liq hisobga olinmagan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolar uchun katta yordam bo'lishi kutilmoqda. Unutmangki, ko'pchilik hollarda bu avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ammo agar sizda savollar tug'ilsa yoki qo'shimcha to'lovni olmasangiz, yuqorida aytib o'tilgan amaliy maslahatlarga amal qilib, tegishli idoralarga murojaat qilishdan tortinmang. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalaning. Aziz tomoshabinlar, bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Siz bu qo'shimcha to'lovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu yangilik sizga yoki oilangizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlardan doimo xabardor bo'lib turasiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.